Sahabiler izledin, çaknıgan izzet nuri, Bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş egmez kafirga, şiddet bilen at selip, Hemze Halid Musettek, şir yürek oğlanları. Adi İbn Hatem et-Tayi bir mezgil haqdan o'zini qochirib yurgan, uningdan yuz o'rib, boshqalarning mu haqiqatni qabul qilishini to'sgan va haq bilan qarshilashgan bir arab rahbari Hijriyaning 9-yili islom diniga bo'ysunib, qalbiy iymonga yumshab, Allohning elchisiga itoat qildi. U otasining sehiyligi bilan boshqalarga ulgu bo'lgan Adi Ibn Hatem et-Tayi edi. Adi otasining hukmronligiga mirosxo'r bo'ldi. Kishilar uni o'zlariga boshliq qilib, uningga g'animatning 4/1 topshirdi va qo'mondonligini berdi. Payg'ambar alayhisalom hidoyat va haq yo'ldagi chaqiriqni oshkora ilib berayotgan vaqtda arab qabilalari bir-birlab bo'ysunishga boshladi. Adi payg'ambar alayhisalomning chaqiriqida o'z hokimiyatini yiqitib, huquqning vayron bo'lishini keltirib chiqaradigan bir rahbarlikni ko'rib, Rasulullohga qattiq qo'shmanlik qildi. U payg'ambar alayhisalomni tushunish va uning bilan ko'rishishdan burunla uni qattiq yomon ko'ratdi. Uning islom bo'lgan dushmanligi toki uning qalbini Alloh hidoyat va haq chaqiriqqa ichayotgan qadar 20 yilga yaqin davomlashdi. Adi o'zining islom keltirganligi haqida mundaq hikoya qildi. Men payg'ambar alayhisalom to'g'riliq so'z anglagan vaqtimda arablar ichida Muhammad alayhisalomni mendan bek bildigan odam yo'q edi. Men obro'li odam edim. Xristian diniga e'tiqod qilardim. Qavmim ichida boyliqning 4/1 ilib turatdim. Payg'ambar alayhisalom to'g'riliq anglaganimda uni yomon ko'rdim. Uning ishlari zo'rayib, shon shuhrati ko'tarilib, nomi qo'shni arab davlatlarining g'arb va sharqigacha tarqalishga boshlaganda, men to'ygam qaraydigan xizmatchimga boshqurmoq oson bo'lgan simiz to'ygilarni tayyorlab, uni yaqin bir joyga bog'lab qo'y. Agar Muhammadning askarlarining kelganligini anglasang, menga xabar qil, dedim. Bir attigini xizmatchim kirib, Muhammadning askarlari zaminga qadam qo'yganda qilmoqchi bo'lgan ishingni qil, dedi. Nimishkan u? U o'lgur. Yurtning atrofida aylanayotgan nurg'un bayroqlarni ko'rdim. Surishtirsam, bu Muhammadning qo'shini ekan, dedi iliq xizmatkor. Tez berib, men senga tayyorlab qo'yishga buyurgan to'ygilarni ilib kel, dedi Adi. Men shu vaqtda oila, bola-chaqalarimni o'zimning yaxshi ko'radigan bu zamindan ko'chishga chaqirdim va xristianlar ichidagi dindoshlarim qo'shilish maqsadida Sham diyoriga oldirabla yo'lga chiqdim. Ishlarning aldirashchiligida oilamdagilarni mo to'liq yig'masdan mingib, xatarlik joylardan o'tib bo'lganda oilamdagilarni kuzatib chiqsam, Najda degan yerda bir singlim qopdi. Men oilamdagilarni ilib Shamga bordim va dindoshlarimning avlodlari bilan birga turdim. Lekin singlimga men o'ylagan va ansirgan ishlar bo'pti. Men Sham diyoridagi chog'larimda mundaq bir xabar oldim. Muhammadning askarlari yurtlarimizga besib kirib, asir olganlar qatorida singlimning birga asir ilib Madinaga ilib beribdi. U yerda asirlar bilan birga masjid qishirki chidirda turg'izilibdi. Payg'ambar alayhisalom uning qishidan o'tganda u: "Ey Allohning payg'ambari, ota-onalar ketdi, ko'chadiganlar ko'chdi. Menga yaxshilik qilgin. Alloh senga yaxshilik qilsin", debdi. Payg'ambar alayhisalom: "Sening ko'chmanlaring kim?" Adi Ibn Hatem: "Alloh va Allohning payg'ambarining qochqichimi?" deb ketib qopti payg'ambar alayhisalom. Atsi yindan o'tganda singlim yana burunqiga o'xshash debdi. Payg'ambar alayhisalommi o'xshash javob beribdi. O'ginisi uning qishidan yana o'tganda singlim umidsizlanib hech narsa demabdi. Keyindagi bir odam uningga gap qilishga ishorat qilibdi. Singlim turib: "Ey Allohning payg'ambari, ota-onalar ketdi, ko'chmanlar ko'chdi. Menga yaxshilik qil. Alloh senga yaxshilik ato qilsin", debdi. Payg'ambar alayhisalom: "Yaxshilik qildim", debdi. Singlim: "Men Sham diyoridagi oilamga qo'shilishni xohlayman", debdi. "Sen toki seni Shamga sog'-salomat olib qo'ydigan bir ishonchlik odamni topguncha yo'lga chiqish qoldirma. Agar ishonchlik birini topsang, menga xabar qil", debdi payg'ambar alayhisalom.
Payg'ambar alayhissalom qaytgandan keyin singlim Payg'ambar alayhissalom gap qilishga ishorat qilgan kishining kimligini surishtirsa, Ali ibn Abu Talib ekan. Ishonchlik karvon kelguncha u shu yerda turib, ondan Payg'ambar alayhissalomning qishig'i berib, "Ey Allohning payg'ambari, mening qavmimdan meni opirib qo'ya oladigan ishonchlik odamlar keldi", debdi. Payg'ambar alayhissalom singlimga kiyim berib, to'yga mindirib, yo'l xarajatini beribdi. Singlim yo'lga chiqibdi. Biz shu xabardan keyin uning yetib kelishini kutdik. Men Muhammad bilan qarshilashgan bo'lg'achqa, uning singlimga mundaq yaxshilik qilganligi to'g'risidagi xabarga ishonmay qoldim. Alloh bilan qasamki, men oilagilar bilan o'ltiratdim. Tuyuqsiz biz taraf kelayotgan kajo ustidagi bir ayolni ko'rdim. "Otamning qizi", dedim va "Shu, dal o'zi", deb ketdim. Lekin u kelibla. "Rahimsiz zolim. Sen oila bolalaringni ilib, ota-onangdan qolgan bir odamni tashlab ketding", deb meni tillab ketdi. Men "Ey singlim, menga yaxshiroq gap qiling", deb bo'lgan ishlarni toki u rozi bo'lguncha tushundirdim. U bo'lgan ishlarni so'zildi. Men uning so'zlaridan keyin uningdan "Siz u odam to'g'risida qanday qaraysiz?" deb so'rdim. Alloh bilan qasamki, seni tezroq uning qo'shilsgan deyman. Agar u payg'ambar bo'lsa, sen uning yaxshiligiga burun erishsan. Agar u podshoh bo'lsa, sen bu oltin bilan hargiz uning qishida xor bo'lmaysan, dedi singlim. Men safar tayyorligini bitirib, Madinadagi payg'ambar alayhissalomning qishiga hech qanday yo'l xitisiz bordim. Men uning Alloh taolodan Adining qo'lini mening qo'limda qilishini tilayman deganligini boshqalardan oldim. Payg'ambar alayhissalom masjidda ekan. Men uningga salom qildim. U "O'zing kim?" deb so'rdi. Men "Adi" dedim. U mening qo'limni tutib uyiga mandi. Yo'lda ketayotganimizda kichik bolasi bor bir yashangan ayol uning oldini to'sib o'z hojatini aytdi. Payg'ambar alayhissalom uning hojatini ravo qildi. Men saqlab turdim. Ichimda Alloh bilan qasamki, bu hargizmi podshohning ishi emas, dedim. U mening qo'limni tutib uyiga mandi. Biz uning uyiga yetib keldik. U menga bir teri yostiqni tashlab berdi va o'ltirishga buyurdi. "Sen o'ltirgin", dedim. U unmadi. Oxiri men o'ltirdim. Alloh bilan qasamki, uyda o'ltirishga boshqa narsa yo'q edi. Men ichimda yana Alloh bilan qasamki, bu podshohlarning ishi emas, dedim. "Ey Adi, sen xristianlar bilan yulduzga cho'qing'uvchilar orasidagi dinga e'tiqod qiladigan odam emasmiding?" deb so'rdi. "Ha, shundoq", dedim. "Sen puhrolaringdan g'animatning 4/1ni, halol bo'lmagan narsalarni olotding emasmi?" dedi payg'ambar alayhissalom. "Ha, shundoq", dedim men va uning haq payg'ambarligiga ishondim. U "Ey Adi, balkim sening bu dinga kirishingga sen ko'rgan musulmonlarning hojatman, kambag'alligi to'solg'i bo'lgan bo'lishi mumkin. Alloh bilan qasamki, musulmonlarda mol ko'payib, uni oldigan kishi tepilmaydigan vaqtning kelishiga oz qoldi. Balkim sening bu dinga kirishingga sen ko'rayotgan musulmonlarning ojiz, soni oz, dushmanning ko'p ekanligi to'solg'i bo'lgan bo'lishi mumkin. Alloh bilan qasamki, uzoq qolmay bir ayolning Baytullohni ziyorat qilish uchun Alloh taolodan boshqa hech narsadan qo'rqmay, to'ygisiga minib Qodisiyadan chiqqanligini anglaysan. Balkim sening bu dinga kirishingga sen ko'rayotgan podshoh sultonlarning musulmonlar ichida emasligi to'solg'i bo'lishi mumkin. Alloh bilan qasamki, uzoqqa bormay sen Babildagi oq uyning musulmonlarga ichilib, Kisroning boyligining musulmonlarga o'tganligini anglaysan. Kisro ibn Hurmuzonning boyligimi? dedi Adi. Ha, Kisro ibn Hurmuzonning boyligi. Dal shu vaqtda men iymon etib musulmon bo'ldim. Adi uzoq yashadi. U mundaq deydi. 2 ish amalga oshdi. 3-si qoldi. Alloh xolsa, umi cho'qim bo'ldi. Men bir ayolning hech narsadan ansirmay, to'ygisiga minib, Qodisiyadan chiqib Baytulloh kelganligini ko'rdim. Men Kisroning boyliqlariga hujum qilib, uni olgan askarlarning oldingi safida bor edim. 3-siningmi amalga oshirganligiga Alloh bilan qasam qilman. Alloh payg'ambari Muhammad alayhisalomning so'zini amalga oshirishni xohladi. Taqvo abid xalifa
Ömer ibn Abdulazizning davrida 3-chi ishmo amalga oshdi. Musulmonlarda mol shundoq ko'paydiki, ularning ichidagi jakarchilar kambag'al musulmonlar ichidan zakat mol oldiganlar bormi deb to'g'risimi oldiganlar tepilmaydi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan rost aytadi. Adi ibn Abu Hatam o'z qasimini yaxshi o'rindadi. Payg'ambarligini Alloh uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari Ketti Ömer Osman nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari